operatsiya deyishdi, lekin lechena qilib bo'lmaydi, hech narsa qilib bo'lmaydi deyishdi. Assalomu alaykum. Man Mavlonova Muborak klinikaga kelishimni sababi qizimni doktorga olib bordim. O'zimizda Toshkentda. Keyin aytdimki, o'g'lim meni ham bir tekshirib qo'yingchi desam, manda 50/50 onkologiyaga moyillik degan tashxis qo'yishdi. Keyin uni operatsiya deyishdi, lekin lechena qilib bo'lmaydi, hech narsa qilib bo'lmaydi deyishdi. Men tushunmadim. Instagramlarga kirdik, qidirdik. Bilas klinikasini ancha kuzatdim. Bir 10 kun kuzatdim. Tavakkal qilib mana Toshkentdan Surxondaryo Muzorobod qishlog'ida xususiy klinikada Sahil mana yana ular doktorlari analizlar olib tekshirishdi. Allohga behisob shukr, mana 10 kun ichida men o'zimni yaxshi his qilyapman. Hammasini Allohga behisob shukr, mana shu Sahil hindistonlik doktorimiz, Alloh rozi bo'lsin, doktordan hammanglar kelinglar, chiroyli lechena qilishdi. Men bu yerdan juda ham manfaatli bo'lib ketyapman. Kelinglar, o'zimizni yurtimiz Surxondaryo, mana hindistonlik doktorlarni shu tadbirkorlarimiz olib kelib, shulardan xalqimiz foydalansin deb mana chiroyli sharoitlar, ishoninglar, juda ham bir ixlos bilan keldik.